Ochildimi terapiyangiz? Salkam 100%. Salkam 100%. Hech kim ish olmaganda bo'lmaydi deb. Mana bo'larkan-ku. Ishtiyotim zo'r 100%. Bemorimizda 20 kun oldin operatsiya qilganmizda endoskopik stapiloplastika, ya'ni o'rtoqlardagi suyakcha qotib qolgan. Quloq qanaqa o'zgarish bo'ldimi? Ancha. Ochildimi terapiyangiz? Salkam 100%. Salkam 100%. Ishtiyotimda. Ixlosmi? Oldin 90% yaxshi ishlasdim-da. Shokir akamni Instagramdan kuzatib yurardim. Necha yildan beri. Kesin mana davolansin. Hech kim ish olmaganda bo'lmaydi deb. Mana bo'larkan-ku. Ishtiyotim zo'r 100%. Yoshingiz nechida? 40 ta. Nechta farzand bor? Bitta. Gap kuchli, ha? Zo'rmi? Ham zo'r natija. Bor yo'q 20 kun bo'lgan operatsiya qilganimizga. Xudo xolasa juda ham zo'r natija.